Assalomu alaykum D7 YouTube kanalining obunachilari, bugun bizda yangi loyiha. Bu loyihamiz kimlar uchun? Avtomobilni yaxshi ko'radigan, avtomobilni qattiq, yaxshi va sifatli xizmat ko'rsatsam degan aka-ukalarimiz, avtomobil sohasida yangi ish boshlagan, avtomobillarga qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun bu video juda ham manfaatli va qiziqarli bo'ladi. Birinchi ko'rsatuvimizni Omon o'rtog'imni ishxonasidan boshladi, ichkariga kiramiz, atmosferani bitta sizlar bilan ko'ramiz. Qani ketdi. Kirishdan oldin bularning xabarligi yo'q hali. Ichkariga kiramiz, go'p-stop qilamiz. Qanaqa qilib noldan, shogirdlikdan bu darajaga yetib keldi? Hamma savolingizga javob topasizlar. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Qani ketdi. Kim bor? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Salomat, yaxshi. Charchamayapsizmi? Rahmat, xudo. Qanaqasiz? Qanday ishlayapti? Ofisda edilar, hozir oldilarida odam bor edi, klient bilan gaplashyaptilar. Bo'ldi. Ozgina kutib turamiz. Omon o'rtog'imizga suhbat qilguncha biz ichkaridagi atmosferani ko'rib turamiz. Mana kaltani qarang, do'dam. Qarang. Qo'limga birinchi mana shu Bentley tushdi. Voy, yani ishindagi qizilli kaliti bu. Ha, o'shani kalitimi? Voy, gap yo'q. İçeride zalajdaniyasi ham bor ekan. Shef bazini kutamiz endi. Assalomu alaykum. Dodam, qizimsiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Go'p-stopga keldi. Boshqacha-yu. Ha, ishxonangiz haqida. 3 talab operatorlar. Nima qilmoqchi? Ishxonangiz haqida va sizni mana shu noldan, ya'ni shogirdlikdan shu darajaga yetib kelganingiz haqida qisqacha ma'lumotlar. Endi ichkaridagi qolgan narsalarni, jarayonlarni, bo'layotgan jarayonlarni nimaga bu nima loyiha nima qo'ydi? YouTube loyihamiz, YouTube barmi? ukalarimiz, mashinaga qiziqadigan odamlar, aynan yuqori servis ko'rsatadigan servislarni ko'rsatib olib chiqmoqchimiz. Zo'r bo'ldi. O'shanga birinchini sizdan boshladi. Yo'q, birinchisiman. Birinchisiz. Ming rahmat. Ana hozirgi yoshligim endi manfaatli bo'ladigan bo'libdi. Shunaqa. Hunar yo'nalishida o'zini yo'lini topa olmayotgan uka. Albatta. Zo'r o'ylabsiz. Yoqdimi? Toshmanda. Nimadan boshlaymiz unda? Birinchi mikrofon taqishdan boshlaymiz. Nimadan boshlaymiz? Mana zapchas yo'nalishingiz bor ekan menimcha. Mototsikl ko'raman, BMW. Bu mototsikl kirishdan boshlab nima bu? Bu mana hozir chiqib ketadi bu viloyatga. Adashmasam Xorazmga jo'natyapti bolalarni. Sababi bizda sep taqib qo'yib beramiz, endi mashinani olib kelish, olib ketish, keyin bizda mana bunaqa baribir qimmat kraska bo'lgandan keyin baribir pulida ozgina farq qiladi, viloyatga nisbatan xizmati arzonroqligi. Jo'naturing usta borlar ekan, o'zimiz sep olamiz dedi. O'shanga bunaqa narsalarni jo'natib yuboramiz, keyin muhim tarafi bu Ziyodulla ukam bor. Shu Ziyodullani chaqirib yubor. Ziyodulla aslida zapchas yo'nalishiga qaraydi bu yerda. Eng sifatlilari hammasini o'zim ko'rsatib, o'rgatib, shu yo'nalishni shu ukamga beryapman. Hamma narsasiga o'zi qaraydi. Ancha yil o'zim shogirdim, keyin bizda yo'nalishlar ko'paygandan keyin shu yo'nalishni shu bolaga berdim. O'zim aytganim uchun, ishonchim oqilgani uchun, omonatdor bo'lgani uchun birinchi o'rinda shu yo'nalishni berdim, hozir eplayapti. Ammo endi hozir chiqaradi, video olishga qo'yib, endi videolarni bu ham qo'yadi Instagramga. O'shanga tayyorlab qo'yilgan. O'zini profili bor. Zo'r. Zapchas uziydi. Zapchas. Profilingizdan bor, profilni ham qo'yib ketamiz. Zapchaslarni videolarni qo'yib ketamiz. Servisga kirib kelganda birinchi bo'lib kutib oladigan odamimiz bormi bu yerda? Qanaqa sistema qilgansiz? Kim kutib oladi? Kim Bobur o'zimni o'ng qo'lim, ukam bu ham birga men bilan 10 yildan shu ishlagan. Bu yoq servisda ham birinchi Sobir akam ustozim bilan ham birga ishlaganmiz, komandada bo'lganmiz, shogirdim bo'lgan o'sha payt. Keyin bu yoq yangi joy ochganda birga komandaga ishchi bo'lib kelgan. Keyin mana bo'lib ana aytadi, to'g'rilikda katta gapda yonimda yurib hunarimni olib, muomalamni olib, o'rganib, klientlar bilan tanishib, odamlar bilan ana undan keyin hozir men safarga ketaman, o'tib ketaman, ammo yo'q degan narsa yo'q-da. Bobur bor, bu olib qolib bemalol keling deb gaplashmani ko'rdi, mijozni qo'yib yubordim. Siz bu yerda bemalol kutib turasiz. Boshqa odam kelib qolsam sharoit bor-da, o'tib turadi.
kutadi, gaplashadi, hammasini yozuvini qiladi, aytadi. Endi bu yoqqa begona odam kelmaydi bu dargohga. Ya'ni tanigan, bilgan kimdir tavsiya qiladi, siz aytasiz, "Oka boring, o'rtog'im zo'r qilib beradi." Shunaqa payt aytsa, keyin aytadi, "Oka, mana bunaqa narx bo'lyapti, mana bunaqa odam ekanlar, nima qilamiz? Bo'l, mana bunaqa beramiz." Sira zapchastlarni ziyodalik aytadi, ziyodalik. Xullas, bola o'syapti, yo'li to'syapti. Harakat qilishyapti. Xo'p, tushunarli. Servisga kelaman, birinchi bo'lib uchrashadigan odamim hozirda bemalol men ham bo'laman, o'z ishimni yaxshi ko'raman. Ertalab uydan chiqib xuddi bir zaril bir xo'jayinim boshimda bordek, qattiq yuribsan soat 10 bo'lib ketdi deydigan odamdek mas'uliyat bilan harakat qilib kelaman. Bir anaqam tutib qolib, obedgacha uxlamasam ba'zilarida, 11 gacha juma kuni dam bizda har juma. Shuni hisobida agar uxlamasam, uni harakat qilaman, bolalar bilan birgalikda kelishga, shu yerda o'tirib, bitta choy damlab, o'tbetga qarab, tapchkalarimni kiyib olib, hamma keldi ketdilar reja qilib, tozaligiga qarab kontrol qilaman. Ungacha ham bolalar kelib, ana sistema deganingizga. Bizda bolalar kelganda, mana bizda ismim bilan ishlanadi. Hozir ko'rsataman. Razborka, zborkachi komanda bor. Broni plonkachi addenni. Bobur bu yerda men yo'q bo'lsam omon bu masalanda. Hamma biladi, shu men yo'qman, Bobur gapiga hamma aytganini qiladi. Bu ham ortiqcha narsa demaydi. Bizda hamma sistemalashtirilgan, ish-pish bo'lsa sirazi bitta aytib yurmaydi. Qo'lida telefoniga keladi xabar, shundan ko'radi, kimning nima ishi bor, Hasanning ana ishi bor, Toyirning ham ishi bor, hamma o'zining ishini bilib qiladi. Bu zonadan ichkari tarafda uje nima desa bo'ladi. Hech kim birovga borib, "Men buni qildingmi, qilmadingmi, qilmabsan, qachon qilasan?" ish bo'yicha gaplashmaymiz biz. Tushunyapsizmi? Xodimlar bilan qanaqa ma'noda, to'g'ri ma'noda shunaqa sistema qilganmiz, mana jimjit ko'ryapsizmi? Servisga kirgan paytda qarang, nechta yo'nalish bor hozir? Barcha yo'nalishlarga hozir Bobur akam qaraydilar. Hamma ma'lumot bor Boburda. Ya'ni tuning forecastda omon yo'q paytda ikkinchi omon shunaqa aytaman, yo'q bo'lsa mijozlar uchun ham, ishxonadagi bolalar uchun ham hamma masalan buni gapiga bo'ysunadi. Deganda bu yana aytaman, unaqa nimadirlar qo'yib, baqir-chaqir, xo'jaylik hissini yoqib olib, nimadir hech kim bitta bir-birini haqorat qilmaydi. Mana jimjit ichkarida ham ishini qilyapti, bilib hamma shu sistemalashtirilgan, osonlashtirganmiz. Shu. Hop bu komplekt M8 ga komplektation original karbonda bo'ladi, infuziya bo'ladi hammasi. Laminatsiya emas, ya'ni rostakasi o'zidan olingan podnomellargacha qilib qo'yganmiz. Motorning atsik bu yoqda, ichkarisi vozdukhnilari, kapotni ochgan paytingizda ichi sideran orqasi. Joy bo'lmagani uchun bitta qo'yib qo'yganmiz. Bu yerga M4, M3, M5, G90 larga tushadi. Bu orqa difuzorlari. Xullas bu yo'nalish ham bor bizda karbon. Nalichada mashinalarimizga BMW'lagan bor, Gelivagillagan o'sha bir haftada, mana shu keyingi yanvar 1-dan o'sha bizda xudo xolis Gelivagilarni seli karbon qilsa bo'ladi. Ya'ni ana opsiyasida karbonli chiqadi, o'sha narsani biz qilib bera olamiz. Opsiyada qo'shsangiz, misol uchun $10,000 bo'lsa, zavodda Germaniyada bizda u $5,000. Birga bir ajrata olmaydi, okey? Ajrata olmaydi, bir xil birga bir chiqadi. Sifati zo'r shunaqa, xudo xolis shunaqa. Karbon yo'nalishini ham qo'shdingiz. Mana bunga ham ponni M4 ga ham taqilgan. Buni ham tayinlab qo'yganmiz hozir mashinani. Bitta akamiz ko'rganlar, baraka bo'lgan. Bo'ling deb turibdi, hozir berib buni ham. Amerika yo'nalishi bo'yicha, ko'prikdan mashina olib kelish bo'yicha qanaqa bo'lyapti? Bo'lyapti. Endi u o'zingiz haydashga bo'lsa, masalan, qo'rqmasdan olsa bo'ladi. Endi olib tijoratga bo'lsa, baribir uni birovga olib berasizmi, o'zingiz olasizmi, yaxshilab pagoda qilib, Mamatning o'zida mamata bor ekan, bo'ldi, mana bunaqa emas. Ahliga $1,000, $2,500 pulingizni olguncha emas. Konkretniy oxirigacha klientga turib, orada bo'ldi, shunaqa mashinalar ham shuning uchun bu arzimagan ish bor. Mana shu 10 taraf arasini o'zini alishtirib nima qildi. Shu narsani oldi, mashinani 3,000 dan 5,000 gacha ishi bor deb o'zimizcha xayol qiluvdi. Mashinaning ishi $8,000 ga chiqib ketdi-da. Nijniy udari bor ekan. Yomon deb. Shu joylari xabaringiz bor. Men bu ishga shu Dubayda yashayotgan paytimda boshlaganman. Surprizda chiqib keladi. Shunaqangi surprizda chiqib keladi. Bilib qilmasangiz bo'lmaydi-da. Shunaqa joylari bor. Udar bo'lmagan butun mashinalarda bolalarda faqat orqada aerobakka otgan ekan stoykalari. Qara udar yo'q ekan. Nijniysini bilmadingmi, ko'rmadingmi, o'qimadingmi? Voy, nijniysi bo'ladimi? Mana shuna holatlar ham bo'lib qoladi. Bilmagandan keyin qo'pol qilib aytganda ilmsizlikdan hamma narsa. Har bitta yo'nalish kasb ilmsizligidan yeydi nimadirda odam, nimadirda tushadi. Ilmi yaxshi bo'lsa ko'taradi. Mana endi shu hayot shuni nima qilamiz endi? Bentley haqida nima ish qilyapti bunga? Xo'p, bu bir akamizlarning mashinalari. Endi kimligi hammaniki taniqli odamlar ismini aytmay qo'yamiz, nomerni ham atidan bekitib qo'yganmiz. Bu ko'chada har doim yuraveradigan emas bu. O'zi bunaqadan ko'p. Bu turadimi, yuradimi, suradi deydi. Bu turadigani ko'proq. Ko'proq turadigan, bu. Diskalarni o'tbetiga qarab beramiz. Chaqa chuqasiga 4 ta balon, o'zi yomon emas, balon alishtirib beryapmiz.
polirovkalari, bir sidra chiskalarini qilib, ana mijozimiz safardalar hozir tashab ketishgan, to'g'riroq borib olib keldi evakuatorda, hamma xizmatini qilib, chiroyli qilib, yana olib borib garaj qo'yib ketamiz. Shunaqa xizmatlar ham bor. Qadrli bo'lgan mehmonlarni kutib oladigan zonamizni ko'rsatasizmi? Hozirmi? Ha. Mayli. Voh. Ketdi. Отпечаткadami? Отпечаtkada oching. Operatorlaringiz kirib olishsin. O'zbekistonda bunaqa avtomobillarni rentkarga berish uchun qanaqa duh kerak aka? Risk katta emasmi? Risk katta aka, shunga yarasha shartlarimiz bor-da aka bizda. Gap bo'lishi mumkin emas. Men juda ham qoyil qoldim. Dubaydagi sharoit O'zbekistonda paydo bo'libdi, qaranglar azizlar. Shunaqa. Garajingizdagi top 5 ta eng qimmat mashina. Xo'p, top 5 ta eng qimmat mashina, mana shu oldingizda turgan AMG GTS, ikkinchisi Geländewagen, uchinchisi AMG GT43, to'rtinchisi GLS 450, beshinchisi X7. Xo'p, garajga yana qanaqa luxury avtomobillar qo'shmoqchisiz? Xo'p, planda luxury avtomobilda bo'lsa, Porsche 911, Lamborghini Urus, Ferrari Roma. Gap yo'q. Bir paytlar bunaqa mashinalarni haydab ko'rish uchun odamlar Dubayga, chet ellarga borib kelardi, ochig'i to'g'risida. Ana endi O'zbekistonda ham shunaqa sharoit bor. O'rtacha shu mashinalarni bir kunlik rentkari nech pul? Xo'p, bu rentkarimda o'zi eng qimmat kunlik ijarali mashina, 12 million so'm. Geländewagenimiz 10 million so'm. Bu yoqqa ketaveradi. 6 million, 5 million. Ha, budjetliroq avtomobillar ham bormi? Ya'ni Lisan yoki shunga o'xshagan? Lisan avtomobili bor. Li9, Li7, Leap Motors bor. Zo'r. Agarda sizga ham shunaqa avtomobillarni rentkarga olmoqchi bo'lsangiz yoki uzoq safarga chiqmoqchisiz, shunga o'xshagan sharoitlar bo'lib qoladigan bo'lsa, qo'rqmasdan Arent rentkarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bunaqa luxury avtomobillar hammasi Arent rentkarda. Aloqadamiz. Bu mehmonlarni kutadigan joyimiz, ya'ni mijozlarimizni kelgan paytligida kelib shu yerda bemalol o'tirib, har kuni ertalab borka bo'ladi, hidini ko'ryapsizmi? Har kuni ertalab. Anaqa halol kayf-ku. Ha, o'zlari havoda. Bolasini ertalab keladi, bolalar kelib ikkitasiga bigistiq tashab qo'yadi xonaga. Toza havo chiqdi. Toza havo. Xullas, har kuni tozalanadi, changartiladi, yuviladi, choynaklar hamma narsalarga qarab chiroyli qilib mijozlarni kutishga endi baribir tozalikda baraka bo'ladi-da. Albatta. Tozalikka qarash kerak. Bu narsalarga mana Alloh rozi bo'lsin shu odamdan, umrlari uzoq bo'lsin. Iskandar akam Abdulnabiyevni Iskandar akam, ha. Iskandar akam sunnat o'g'illar, do'stimiz, yaxshi yigit. Iskandar akamni tarbiyalarini olib kelganmiz, mana shu narsalarga. Iskandar akam tarbiyalarini olib kelganmiz, ya'ni tozalikka rioya qilaring deb ishxonamizni yo'lni nari betidek, avtomobilni oldidagi arulagacha tozalaganmiz paytga endi yosh bo'lamiz. Etalarni qilib hamma mana o'shandan ko'ryapsiz, kirib kelyapsiz. Shu narsa qolib ketgan, shu yaxshi ham o'shanda shu narsalarni qilgan ekanmiz. Iskandar akamda necha yil ishlagansiz? Iskandar akamda bir 6 yil shogird bo'lib ishlaganman. Nig'mat akamda generator starter qilganman. O'tda undan keyin Sobir akam o'zi u yoqda 2 yil o'zim diviziyani qilib yurganman. Pult qo'yib starterlar, keyin Zayniddin akamda ishlaganman. Keyin mahallada Sobir akamda uylarda ishlaganman. Sobir akam uylanadigan bo'lgan u payt 2010-11mi. Keyin Nukusdagi joy olingan, Sobir akam olganlar bosh bo'lib, Murod Mahmud 3 kishi 3 ta nima bo'lardi yordamchi, o'sha yerda yurg'izganmiz keyin. Xabaringiz bormi? Men Iskandar akamning shogirdlarida ishlagan to'g'risida. Eshitganman, lekin ko'rmaganman. Abjal akamning shogirdlariman. Men ham o'sha bir 17 yosh, 16 yosh paytimizda ishlaganmiz. Endi nasib qilmagan ekan, endi rizqimiz yetib qo'shilmagan ekan mashina sohasida ham. Abjal akam tayyorobgachimidi? Ha, orqa taraf ishlashardi, narsaga bilaman. Abjal akam shogirdlarim. Xotira yaxshi-da. Birinchi ustozim. Dori-porli ichmayman-da. Hop, bu shunaqa joy, mana gullarimiz hammasi joy. Bu yoqda mana bitta o'sha nimalar yoziladigan kompyuterlarimiz. Og'zim yomon qurib ketdi, bir piyli chiqolmay mashina. Hop, bu yoqda shu bizani ishlaydigan stolimiz. Hammasi bu yerda Xudo xolasa bitta kattaroq servis ochsam, inshaalloh bitta katta qilib hamma berilgan shunaqa sovg'alarni, narsalarni bitta muzey qilmoqchiman. Mana shunaqa xonada, o'sha joyda-da. Hamma bergan narsalarni olib qo'yganman. Dajmash tortmada mana shu turgan paket bor-ku. Hamma bergan menga taklifnomalar, mana yaqindagina kim berib ketdi? Ha. Abdumalik berib ketdi. Abir Motors. Bu yoqqa chiqdik-ku. Nimalari bu billa bordi-ku. Billa bordi. O'sha joyman. Hamma bergan taklifnomasi, sovg'asi bilan Mebel Luxury 3000-5000 dollardan kamlik mebellar sotiladigan do'kon yaqinda bir reklama qilib berdim, esingizda bo'lsa. Shamsiddin akam joylar o'sha yerdan hadiya bo'ldi. Shuni berdilar mana akam. Bular shu o'zim o'sha ofisda sal vid bo'lib tursin. O'ziz haydagan mashinalar va to'g'rimi? O'zizni kolleksiyasiz plus mana bu qimmat
Bular shu, avtomobillarda- o'zimda bo'lib o'tgan mashinalar bular. M-to'rim bo'lgan. M-to'riz bo'lgan. Salatovich, buni kabareleti ham bo'lgan, oddiysi ham bo'lgan. Hozir ham qizilni mana sotdik hozir. Mamnun bo'ldi. Bu Ahmad akamdan oldim buni. Bu ham zo'r mashina. 2 oycha haydab. Egasiga sotdingizmi ish qilib? Yoshroq bir ukamiz oldi, bir akamizning o'g'li oldi. Uyda turishga, vitrinaga olib berdilar u odam. Ha. Ular ham sotishdi. Uni uyda turib qoldi, boshqa bo'ldi. U bola haydolmaydi. 13 yosh o'g'lim tengi bolaga olib berilgan. Nadasi чисто любитель BMW fanati bo'lgan Sherzod akamning o'g'liga olindi. Hozir akkauntini eslolmadim. M8 da video qo'yadi debdi bir aytishgacha. Mana bu maketlar, menimcha arzon maketlamasligi bilinib turibdi. O'zi 44-chi ekan, bu 66 da chiqqanmi? 66 dan 44-si. Kolleksiyaning eng qimmatini ushladingiz hozir. Ha, eng qimmatini ushladim. Bunaqa rangligini, bunisimi-da, mana ekan mana, bunisi ekan. Bunaqa rangdagi Rocket'di, bu mana Rocket. Bu обычный, qo'ying. Bu обычный 800 mana bu ekan. Bu necha pul turadi bular? Original mashinasimi yo? Yo'q, bu hozir mash turishi necha pul turadi? Paytida bular hammasi bir 700-600 dollardan olingan o'zi. 700, 550, 560. Hozir masalan 1000 dollarga sotmayman-da, 1000 dollardan tepa. Eng kam 1200 ming so'm bo'lishi mumkin. Mashta bori. Nimaga sotmayman unaqa pulga? Sotsam men o'sha pulni keyin o'zim olib olmayman. 60 nechtadandir nechinchisi dedi hozir. Sababi o'sha bu limiterli. Kimdir uyga qo'yib qo'yadi, bolasi tushirib yuboradi. Kimgadir sovug'i bo'ladi, u odam unaqa yaxshi tushunmaydi. Kimdir qo'yib qo'ysa, artib bakoylarini tozalovchilar sindirib qo'yadi. Men o'zim tozalab, o'zim artib qarab o'tiraman-da. Ha. Burchakda. Endi mashina sfera bo'lgani uchun chiroyli joy bo'lgani yaxshi. Endi har bitta ko'rsatuvda bilsangiz, obunachilar uchun qanaqadir sovg'a qilinadi. Shulardan bittasini tanlasa u. Bulardanmi? Ha. Momoya. Sovg'a qilib olamizmi? Ya, qilamiz. Nima momoya qilamiz? Nima? Qanaqa shart bilan va kimga sovg'a qilamiz? Xo'p, qanaqa shart bilan kimga sovg'a qilamiz? Endi u narsalarni bilasiz, meni Instagramda jam anu like bosing, plus qo'ying, birga jo'nating, nimadirlar qilmayman ko'p, masalan, boshqa o'rtoqlarimizga o'xshab. Unaqacha u narsani ilmi yo'q. Bizga o'xshab. Ilmi yo'q endi. Nima qilsa to'g'ri bo'ladi? Siz ayting, men bittasini siz bilan tanlaymiz, shuni beramiz, shu zo'rini beramiz. Sharti juda ham oson. Sizda YouTube profil bor-a? Bor. Yaqinda ochdi, narsalar qo'yganmiz, bor. Bo'ldi. Bo'ldi. Tepada chiqarib qo'yamiz-a. Omonni Tuning Forecast profiliga Instagram va bizning profilimizga D7 ga va YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Shuncha ikkita u yoqqa, ikkita bu yoqqa. Ha, shunchaki g'olibni qanaqa aniqlaymiz deydigan bo'lsangiz, Instagramdagi shu videoni postini joylab qo'yganmiz, o'sha yerda G63 deb yozib qoldirasiz. Xudo xolisa qaysi birini beramiz? G63 deb yozishadi. G63. Bo'ldi, tushundim. 4 ta profilga obuna bo'lish. Rosa oson-u. Bir deganda 1200 dollar bitta kelib yetib olish. Hadiya bo'lsa hadiya. Xo'p, Toshkentda yo'g'idan beraylik, mana shu Mensuridan beramiz. Mensuri. Buni o'zi ham sotuvda hozir 1300-1200 dan kam emas ochuvga. Buni ko'rsating. Ranglarini, voy, salonni rangini qarang. Voy, gap yo'q. Bo'lsa zo'ri bo'lsin. Ana o'zingga eng yoqadigan yaxshisini bergin deydi. Ochuvga rosa yoqadi mana shu bor. O'zingga yoqadiganini, o'zingga ravo ko'radiganini. Voy. Qarang, vaqti krasota deydi bu. Men ichlari oranjiy bilan supportlarigacha buni supportlarigacha bo'yab yorib yubordim. Bitta eng qiziqjoyi bunaqa nasatkalardan Mensuri nasatkalarni ichigacha oranjiydi. Hammasini qo'l mehnatda qilingan-da bu o'zi. Qarang, siz shu sohani ichidasiz-da. Xo'p, mana shu narsaga ko'pincha ahamiyat beraman. Eshikning ustidagi anaqa. Nakladka bu qo'lliga. Ha, ana. Shu narsa nimaga Toshkentda hali qilinmayapti? Shuncha G63 bor. Bu qarang, bu mamnaqa narsa. Bu narsa o'zi eskidan bo'lgan. G700 da chiqqan bu. Eshikning ustiga nakladka qo'yish G700 da chiqqan. O'sha 800-900 roketlar buni qo'ymadi. Qilsa bo'ladi, mashina yana ham duty bagaj ko'rsatadi. Ammo kuchi bo'ladi. Hamda ota bir nima degan kuchi, shunaqa kuchiga o'xshab qolish uchun o'sha hammasi endi hayvondan oladi baribir. O'shani misol qilib aytaman, ustiga qo'ygan buni, qo'ysa bo'ladi. Buni ham bir marta bir tema bo'lgan, bir kelgan bitta mashina o'sha qilingan, egasini o'zi olib kelgan, yaxshi ham. Bizda bunaqasi yo'q edi payt, sifatlisini olib kelmagan, sepilgan kraska sushka deb mana narsa bor, mana mashina narsachi. Men tasavvur qiling, mashina narsa mashina bo'lib qolgan. Kirishib qolgan, tushundingizmi? Burashib qolgan. To'g'ri sepgan gradusdan to'g'ri qo'ygan, u yaxshi bo'lmaganda kelib chiqishi.
Shuning uchun doim sifatli joyga murojaat qiling. Xo'p, men o'zim yoqadi mana aynan shunaqa nasatga qo'yish. Taxminan o'rtacha hozirgi kunda G63 ga mana shunaqa nasatga qo'yadigan bo'lsa ustiga, qoplaydigan nasatkani qo'yadigan bo'lsa, necha pulga tushadi? Uni qo'yib chiqarish uchun qarang, men bu yerga yaxshilab ko'rsataylik, bora bolalar, qaranglar. Bu endi maza qilib tushunib ko'rishni obunachilar. Buni qo'ysa, shuni o'zi bilan reshina bo'lib qolmaydi. Reshina bo'lmaydi, to'ppa-to'g'ri. Rashidni arkalashi kerak. Diskka kamida 23, lekin 24. Ha. Tushundingizmi? Diskada ham farq bor. Buni qo'yib, mana arkaga diskani urug'ini to'g'irlab, shayba bilan qo'ygandan o'zini qo'ygan yaxshi razmerlarni chiqarib. Buni qo'yib, keyin arkani qo'yib turib, ana buni keyin buni o'zini ana nimasiga to'g'irlasa, bu yoqdan qaraganda liniyasi bor-ku, tushunasizmi? Mana oldigani. Semetr deymiz, nima deydi? Mana shu narsani o'zani Kasprov akalarimiz yaxshi tushunishadi. Bizani ko'rishayotganmiz, mana shu narsaga to'g'irlanadi bu. Ko'rasizmi, mana plotность bo'lib turibdi keyin. To'ppa-to'g'ri. Hammasi bir-biriga soответствие qiladi. Bu yerda hozir elektronniy parok eshikni ochgan paytda gulishtirlar bilan tushadigan variantda, bu. Hammasi bir-biriga zavismi. Bunda ko'p qolib ketdi, naryoqda ishlarni bitta ko'rishib gaplashamiz. Obunachilarga hadya qilamiz. O'rtoqlar 4 ta profilga obuna bo'lish, esdan chiqmasin, oddiygina G nima deysiz 63 mi? Men G63 deb yozib qoldirsangiz, kommentariyaga, Instagramdagi kommentariyaga G60 deb yozib qoldirasiz. Omon akam u kollaboratsiya qilib qo'yamiz. Kollaboratsiya qilib qo'yamiz. Majjo'lanayotgan ham tushunmaydigan bola bor anta. Sizlarniki bo'lishi mumkin. Haddushga hadya qilamiz. Lekin yoqdi menga. Qani ketdik ichkariga qolgan jarayonlar bilan tanishtirib chiqing. Yuring, ketdik. Xo'p, jarayonlardan e'tibor beryapman. Nimagadir ichkarida ko'proq yashil rang ishlatgansiz. Nimaga? Yashil rang anaqa yoqadi ham. O'ziga yoqqani uchunmi? Dizaynerchilik qilib bergan. O'shandan qilib sekinroq sindirmadilaringiz ish qilib. Qolmaydi. Joyiga qo'ya olingizmi? Alaykum assalom. To'g'ri, joyiga yig'ib olamizmi ish qilib? Bu yoq bizdan razborka komandamiz. Qo'yib turlik shundan bolalar. Yerlar top-toza qirilib hech narsa qilmaydi. Razborka yo'nalishimizda Toyir, o'zim Ukamboy aytdim. Iskandar akamda ishlagan bu ham. Birga ishlaganmiz. Hamkorlikda yana dalsh ishlaymiz. Demoqchimanki, o'tda ham o'zim bilan birga ishlagan. Bir xil yo'nalishlarda ustozlik qilganman. Buni ustoz Rahmatilla meni ustozim bo'lgan. Masalan, endi o'tda yo'nalishlar ko'p-da, tushunasizmi? Shuning uchun hamma ustozlarning hurmatini joyiga qo'yamiz. Bu Toyir eng yaxshi razborkachi. Hozirgi bizani bu ishxonada elektrik, razborkachi, muammo bo'lib qolsa, nimadir ishlamay qolsa, Bluetooth, simpam, hamma mana shu elektrika ishi bilan mana shu mashinaning chochilishi, yig'ilishi hammasiga bu javobgar ishxonada. Zo'r. Bundan keyin Hasan bor, Javohir bor, bularni pomocniklar yonida. Hamma yangi mashinani nima qilyapsiz? Nima chochib tashlabdi uni? Buni Iskandar aka degan odam olgan edi. Xuddi shunaqadan keling ko'ramiz mana jarayonni. Ish qilaylik ukam. Buni Iskandar aka degan bitta odam olgan edi, oldin bitta qorasini Instagramga qo'yganmiz. Kurgovoy spoilerlar qo'yilgan, qora qilingan, usti bu tomnisning o'zi. Qora qilingan. Xuddi o'shani ko'rib oldim shu mashinadan. Xuddi shunaqa chiqadimi dedilar. Qan dedim, keldilar, diska, balon, kuzov, hammasini kelishuvini qildim. Xorazmdan Otabek degan odam mashinalari. Aka dedim, men ana kuni ketaman, mana kuni mana bunaqa qilaman, reja qilyaptilar. Okay, mashinangiz bitadi dedim. Hamma narsasini ideal qilib videoga olaman dedim. Evakuatorga olib chiqaman dedim. Tent yopib, balonlarga boylab, eshigizdagi uchirib ketishadi Xorazmga bo'ladimi dedim. Biratga yoqib ketdi. Kecha tashlab ketdilar, okay? Zo'r. Mashinaga anaqa sotish kerak-da, iloji boricha sotganda, komfort bilan mijozga qulaylik narsalarni sotgan baribir yaxshi-da. Anaqa bo'lmaydi baribir. Xursandman, ani ko'ynida hali odamni. Общий summadan mayli Xorazmga nechta pulga boradi yoki 200 ga boradi, 300 ga boradi. Misol uchun, plus minus qilib turib ko'yniga qarab davaytsiz va shimomon bo'lmaydi xullas. Bu yoqda mana hozir tayinrovka qilyapsizlarmi? Qani Abdurahmon? Ke. Tayinrovka yo'nalish bo'yicha bizda Abdurahmon ukamiz bor. Yaxshi yigit, tajribali. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tajribali, yaxshi joylarda ishlagan bu ham. Ishini ko'rib oldim, bizda ozgina ko'rib kelgan ishga oldik. Bizda komandada yaxshi ishlayapti. Yaxshi bolalar kelgan bizga. Bu yoqda Elyor ukam o'zimni bu yoqda yaxshimisiz? Sobir akam bilan ishlagan. Birga komandada bu ham shogird bo'lib, o'zim Shokir akam borlar mahallada. O'shalarning radnoy jiyanlari bo'ladi. Begonasi yo'q xullas. Media yo'nalish Tuning Forecast alohida o'zi, Azamat o'zi boshlig'i hammasiga javob beradi. Instagramdan ham topshirganmiz. O'zi yurg'izadi. Aytgandek omonatdor, ishini ustasi bo'lgandan keyin gaplashib olib o'tirib, kelishuv qilib, hamma bilan mana ishlarni boshlaganmiz. O'zi bor edi bular hammasi, mana buni qo'shdi, mana bularni yengiladi, allarni zo'rlarni olib yana bitta yangi qilib oldi xullas.
Qo'y. Shunaqa gaplar. Pul tuqsa Azamat. pul keladi deydi-yu. Charchamang. Gazini bos ukam. Yomon ketmayapsiz manimcha. Bunaqa monitorlarda Sxodu buni ham, bu YouTube'ga ham ko'raversan, bu yerda Instagramga ham. Qarang, nechtasi birda. ne boshqacha-yu bu mana bu Shunaqa, turishi. shunaqa. Bu Instagramda qanaqa, men o'zim kecha so'radim, ertalab kelib deb, kecha oldi-da buni o'zi. Ha. B27 ga Otabek degan bola Malikada qo'yib berdi. Yaxshi yigit ekan, arzon qilib berdi. Zo'n narx qilib, omon aka gap yo'rsan, anchadan bir ketaman. Hurmat qiladigan odamlar bo'ladi. Addushisiz. Shunaqa bola ekan, kelib qilib ketdi, gap yo'q, ming rahmat dedim. So'rasam buni o'sha yerda man bunaqasiga ko'riladi Instagramda dedi. YouTube bunaqasiga. Sifatini ani kesilib ketmayaptimi? Menga buni qarab o'tib ko'ramiz dedi siz bizni. Shunaqa. Bular ishning ustasiman. O'shaning uchun ustida ishlab oldi shularni. Odam ishlagisi kelib ketdi. O'tirib oldim bor. Keling. Bo'lasiz. Men bu yoqda bolalar hozir mana bamperlarni yechishyapti. Aytgandek razborka, zborka kamanda bu yoqda shu Toyir как раз mana ikkita xodimlari, ya'ni Hasan do'stimiz juda yaxshi yigit. Javohir yaqinda uylandi bu. Kech bo'lmasdan uy ketaman dedi yana. Oqli borish kerak endi ikkiga, to'g'rimi? Shunaqa. O'ylayotsin bilasan, kim bekor oqli bormagan ekanman. Hazil huzul hammasi ukalarim, o'rtoqlarim, mana shunaqa Dilshod hazil huzul bilan yaxshi kayfiyatda gaplashamiz-da. Rahbarlik anaqam yo'q mana. Liboy yetsin kelib. Yo'q, men kelib birontasini bir so'kib, haqorat qilib, bir narsa demay, ishi etilganini vaqtida qilmasa, zamechani oladi. 1 minut kech qolsa ishxonaga minutiga $1 minus bo'ladi pulidan. Bo'ldi. Kelishib olganmiz. Kelish kerak, ish vaqtida qilish kerak, bajarish kerak. Kech kelsa 1 minutda men roziman shu bo'lishiga 1 hafta 10 kun 1 oylab tashib berilgan. Rejimingga tushib ol ukam, unaqa qilmagin, yaxshi bolasan san deb. Hammasini bilib ishini qilib, oilangga ham vaqt ajrat deyman, boshqa deyman. Juma kunidami bizda? Juma kuni ishing bo'lmasa deyman, kelib ishlab bir ikisini qilib ket deyman. Masalan, har bitta ishdan olinadi bizda oylik bir narsa bor. Mehnat qilgan, ishlagan tishlaydi xullas. Shunaqa. Tushundingizmi? Shuning uchun agar oilangga vaqt ajratib bir anaqa restoranga olib chiqaman, yo bolamni, xotinim, onamni aylantiraman degan bo'lsang, muammo yo'q deyman. Sanda muammo bo'lsa, ayt deyman, men yordam beraman deyman. Xullas shunaqa. Ko'rayotgan yosh shogird yoki o'sib kelayotgan aka-ukalarimiz uchun tavsiya, mana eshitib turibsizlar o'zingizlar, ya'ni bu yerda nafaqat ish o'rganyapti, intizomni, qadriyat bilan qadriyat boramiz. zo'r. To'g'risi, hamma bolalar yaxshi, o'zini aql hushini bosib olgan, yaxshi bolalar, unaqa shogirdlar, maktab o'quvchilari yo'q bu yerda. Bu ham muammoda mumkin emas ularni ishlatish. Qonun tarafdan politsiya kelib muammo qiladi. Men anaqa Politsiya. Baladiya kelib. Xullas, men o'shaning uchun bolalar bilan shartnoma qilib, hunar o'rgatib, keyin bizda abucheni yo'li keling, men ko'ramiz. Ehtiyot bo'ling, suv aka men bolasidan qo'yib qo'yibdi. Xo'p, abucheni yo'nalishi bor bizda. Abu bitta bo'ladi O'zbekistonda. O'z bundan nechta bilasizmi mashina? Nima mashina o'zi topingchi? Porsche. Qayerdan bildingiz? Mana salondan bilib turibman, Ko'rinib qoldi. ishkalaridan. Porsche. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, bu Porsche to'liq holatda, men Defender'im rangi bor-ku. Ha, Defender rangidami shu? Anunda obunachilarga video qo'ydim. Qaysi biridan qilay aytsam, mashina tanlabdi ko'pchilik. Zo'r chiqadi deb. Keyin o'zi egalari bilan ham variantlarni qilib, hamma narsasi bilan kollaboratsiya, ya'ni Blackedition qilib qilamiz dedim. Ikkita mashinalar mana uyda ham bilsangiz, remontida ham yoki mashinada ham ikkita, uchtadan rang ko'payib ketib, bachkanalashadi. Bachkana bo'ladi. Hamma narsasini qora qilamiz dedim, nikkil-pikkilini bu yoqni kuzupini deb mashrangni qilamiz dedim. Men anaqa Vashshi boshqa narsa bo'lgan. Keyin zo'r taraf bu rangichi mashina tashqarib turibdi, kir bo'lgani bilinmas ekan. 10 kun bo'ldi yolg'on bo'lmasa, shu paytgacha o'sha payt arendada Matiz haydab yurgan paytimda ham har kuni yuvilganda mashinam. 10 kun bo'lgan deb. Birinchi mashinangiz qanaqa mashina bo'lgan? Birinchisi Matiz bo'lgan. Beast. 14,5 mingga haydaganman 2 yil. 14,5 mingga suxoy arendami bu? Baraka topsin o'sha odam, rahmat deb ketaman. Ko'rayotgandirlar, balkim ko'rmaslar. Bir akamning sinfdoshlari 14,5 mingga olganman Dilshod bilan. Tunning havos amaki-ochamiz, bilasiz Dilshodni. O'shida o'rtog'imiz, siz bilan qurbdamiz. 14,5 mingga u olgan, ko'rganman, voy zo'r bo'ldi. Xatdan nima, men borsam, hali akam, "Aka, yaxshimisiz?" deb. Endi Dilshoddan ham men ko'proq taniyman-da odam, men bir yaqin akam sindosh. "Aka, bormasa uyda yana bir turibdi" dedilar. Berdilar, xullas, biz men oldim, kelishuv qildik. Oyiga o'sha paytda plus minus $300 kelishdik. 6 oy mashinani haydadim. O'sha payt 2014-yil 13-midi, shunaqa 12-midi, 13, 14mi, 14 edi. 14 edi. Ana o'sha payt ko'pchilik esda bo'lsa kerak, dollar 1 baravarga oshgan. 3 mingdan pul to'laganman, hisoblab $3 mingdan $100, 300 ming bo'larmidi?
1,5 milliondan to'lamini mana shunaqa edi. Xullas tasavvur qiling, hozir oyiga $500 arendaga kelishyapti. Gentrani 6 oydan keyin $1000 bo'lib ketib qoldi. O'sha odam nima qilgan bilasizmi? Shu qo'lim ko'ksimda haligacha rahmat deyman. 2 yillik mashinani 4 yilda qilib berishimga shunda qo'yib bergan. Jamshid akam allolli. Yo'q, emas, boshqa odam. Boshqami? Yo'q, boshqa. Boshqa odam. Shunda qo'yib bergan o'sha odam, gapi Alloh rozi bo'lsin. Yaxshilikchi odam esda qolib ketar ekan. To'g'risi. Birinchi mashinangiz Matiz. Birinchi mashina Matiz 5 talik bo'lgan. Keyin ketigacha. Keyin Nexia 2 olganman, Spark olganman, Nexia 2, Gentradan keyin Malibu, yana bitta Malibu. Jemdan boshqa chiqmaydi. Endi o'z inomarkalarga qarasangiz, lekin Jem olgan ekansiz. Men Defender ham o'zi anaqa bo'lib qoldi. Endi hech bitta to'g'rimi, noto'g'rimi? Padarka qilishdi, men ham padarka bo'lib qoldi. Mazza qaydagrimiz. Tog'am berdilar. Ha, mana bu gaplari bor, o'lib qolaman-da. Bundan bitta tog'amda bor, bitta menda bor deb qo'yadi. Rostdan shunaqa. Bitta tog'amda bor, bitta menda bor. Yo'q, tog'ani ma'nosini tushungan uchun endi uni yorita olmaymiz hozir YouTube'da-yu. Boshqa joyda ham yorita olmaymiz. Endi uskida o'zimiz bilamiz tog'a kimligini. Mabodo bilsangiz tog'ani kommentariyaga yozib keting. Xo'p, bu отделga qaraydigan bolamiz kim? Bu yoqda mana Mansur qani, Mansur chaqiraylik. Mana Mansur keling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mansur do'stimiz, bizni tengqurimiz, o'rtog'imiz. Xo'p, yo'nalishi Broni Plonkani boshlig'i. Mansurning qo'lida 30 tadan oshiq odam ishlaydi. Bu yerda bor yo'g'i 8 ta bola. Bu yerda eng premium, eng yaxshi ishlaydigan komanda bu yerda o'zi kontrol qiladi. Mansur o'zi ham shu yerda o'tiradi. O'zbekistonda Broni Plonka yo'nalishi bo'yicha eng professional 5 ta odam bor deb bilsam, bittasi Mansur. Masalan, umumiyda aytolmanda, bekorga bizga kelib mana Qirg'izistondan o'rganib ketdi, Tojikistondan o'rganib ketdi. Endi ko'proq bularning yo'nalishi bo'lgani uchun men hammani o'ziga bog'lab qo'yganman. Hamma joyda aralashib yururmaydi deb, o'ziga qil, menga qilib, baxtingni ketkazmagin, o'ziga qilib gaplash. Aytadi, nima gap? Suhrob bor bu yerda. Kel, Suhrob. Husniyor qani chaqir. Husniyor kelganmi? Kel. Bu eng yaqin shogirdlarimiz. Men bitta ko'rsataman bu bolalarni. Hammasi yaxshi bolalar. Demoqchimanki, ishini ustasi. Bulardan o'rganadi hali bolalar. Kel, Abuchenaga mana bu Husniyor. Bizani eng ozg'in, eng bo'yi bilan ko'rishursang bo'ladi, tekin. Samimiy, ko'rishuvmi? Samimiy bola. Hammasini hurmat qilib, aytayotganda aka-ukachilik bilan, qadriyat bilan ishlaymiz, gaplashaman bular bilan. Xullas, boyga narsa. Keladi Qirg'iziston, Tojikistondan hunar o'rganadi, Abuchenaga bularga qiladi. Mana buni telefonini olgan. Aka, men bunaqa bular bilan men gaplashib turgan paytimda aytadi, men bolam bunaqa dedi, gaplashlaring. Biz 40 kun, 2 oy yo 50 kun o'rgatib, 1,5 ming sharoitiga qarab $700 ochuvga mana Mansur ham go'q tekinga o'rgatgan joylarimiz bo'lgan. Sharoitini aytib kelganmiz. Bu maqtanadigan narsa emas. Sharoitini aytib kelgan paytda mana bunaqa aka, uyi boquvchisiman, mana bunaqa vaziyat, mana degan o'g'il bola paddishka qiladigan payti bo'lar ekan-da o'zi. Shu paytda kelishim mana Mansur ham baraka topsa, endi u narsani yo'nalishi baribir bizning oramizda bo'lgani uchun bu ham shunday bo'ldi aka, mommoy mana. Zo'r. Ukalar bor, tekinga o'rgatib qo'yadigan narsalar bo'lgan demoqchiman. Zo'r signal bo'ldi. Qarang, mana shu joyda aytib ketishimiz kerak hozir. Obunachilarimiz uchun ham qiziq bo'lishi mumkin. Обучение qaysi yo'nalishlar bo'yicha bor? Bizlarmi? Sizlarda. Broni Plonka bor. Tonirovka, mana Broni Plonka отдельно, tonirovka отдельно, polirovka keramika отдельно, чистка yo'nalishi отдельно. 4 ta yo'nalish bor. 4 ta yo'nalishda alohida. Bitta telefon raqam qo'yib qo'ysa bo'ladimi shu yerga hozir? Mana shu yoqqa chiqir qilib chiqyapti hozir, shunga telefon qo'yishyapti. Ha, shu raqamlarga aloqaga chiqasiz. Xudo xolisa maksimalni chiroyli qilib o'rgatib, menimcha usta bo'lasiz, xudo xolisa. Biz ham bir savobga sherik bo'lib qolamiz. Shunaqa, bir oyda ikkita bola olamiz. Ya'ni bu Nurafshondagi joyimizga aloqaga ham chiqamizmi? Albatta. Aloqadagi joyimizga ham chiqamiz, birga ko'ramiz, u yoqqa ham ikkita bola olamiz bir oyda faqat. 4 ta dona bola olamiz. Ahmad, bosinglar. Rahmat. Qanchamayli, mana hammasi ko'ryapsizmi? Akkuratni bitta razborka bo'lgan paytda hozir qirilib qolmasligiga. Отдельно bular ham har bittasi 4-5 milliondan yasattirilgan. Umuman ham turaverardi bo'lmasam yerda ham. Mana bular palon pul turadi-da. Qaysilar? Bitta farasi ham. Mana bu ham palon pul turadi, to'g'rimi? Thompson Broni plonkasi bu eng hozirgi kunda O'zbekistonda eng zo'r Broni plonkalardan. Bu oldin ham bo'lgan bu. Hozirgi kunda lelinkasi, libboy usti, men videoni ko'rayotganlar bo'lsa, aytsin, gapirsin. Rostdan ham do'da plonka ishlashgan hamma tomonlama. Faqat shuni ishlatamiz biz. Eng zo'ri bo'lgani. Eng yaxshisi bo'lgani uchun shuni ishlatasiz. Tavsiya qiling sizlar mijozlaringizga bemalol. Bo'ldi. Bu yoqda bolalarning instrumenti, hop, bu yoqda mana bamperni ham o'zini kakras buni eskisi bor edi, sal o'ynab bo'lib qoldi, bolalar yangi yasattirib qo'ydi.
bamperi siz xohlaganingizdek formaga qo'yib qo'yadi, ko'ryapsizmi? Bu yerdan itaradi, siqadi, mana bu yerdan ko'taradi, xohlagancha bolalar ishlaydi, bu quryapti. Qimillab ketmaydi. Qimillamay tortadi. Yechib olib, buni qo'yib turib, mashinani joyida tortib turib, yana bu yoqqa olib ishlab, zagipini qilib, xullas mana shunaqa qilib. Men Bruni Pilonka qilmasam ham, lekin hammani ishini, nima qilayotganini tushunib, Mamatadan qilib birga gaplasha olaymiz-da. Shunchaki xo'jayin bo'lib yurmayman deb aytdi, tushunasizmi? Yoki meni ishxonam bu bo'ldi, men emas. Birgalikda gaplashib va eng bizada oxirgi kelgan shogird ham aytadi, masalan, "Aka, men bunaqa bo'lyapti. Bor Bobur akangga demayman, masalan, gaplashaman." Xushyor aytadi, Suhrob aytadi, u aytadi, "Aka, men bunaqa." Keyin bizda defekt gruppalar bor. Bir zo'r ma'lumot aytib beraman, faqat bu ma'lumotda aloqali joyimizda aytib beraman. U yoqqa ham gap qolsin. Chiqamiz. Yaxshi. Hammasini mana Dilshod chochib, mana bunaqalar qilib, akkuratni qo'yilgan, qirilmaydi. Aytganimdek, bularni unda turg'izib qo'ysam bo'lardi o'zi. Masalan, turibdi-da ko'p joyda, yerda ham, boshqada ham, mashina ichida ham, lekin hammasi mana shunaqa akkuratni o'rnida bo'lgani yaxshi. Klientga ham приятный-da. Kelyapti, mana bu 100 mingdan oshuvli mashina turibdi. Kim ishlayapti, unda qaraydi, formasiga qaraydi, bolalar qarang, tapichkada yuribdi. Havo issiq ko'rasiz, issiq ketyapmiz. Zo'r ichkari. Ko'chada уже suv hozir normalniy yomg'ir, bizda bu yoqda issiq bu yoqda. Hamma sharoit qilingan, palovoylar bor. Bolalarga hamma kullerlargacha qo'yib qo'yganmiz bolalarni suv ichishga. Mana ko'rasizmi, yangi mashina. Kecha olib chiqib berdi salondan. Tozalikdan hamma o'zini payorovka nimasini tozalab, chiska qilib, oynani ichini o'rab qo'ygan, ko'rasizmi? Ideal qilib. Keyin yopishtiradi. Qanaqa plyonkalar ishlatasiz, Do'lan? Bizda eng premiumlarni ishlatadi hammasini. Brendlari bormi? Brendlari shu, Thomsonimiz bor. Ya'ni bitta ikkita aytolmaydigan plyonkalarimiz bor. Ular bizga reklamaga pul bermayotganiga emas. Odamlarda tushuncha noto'g'ri bo'lib qolmasin. Чтобы nima sotayotganini bilsin, bizdan yopishtirsin, ko'rib olsin. Mazza qilib zo'r ekan. Ani qilib beruvdinglar-yu deb otini aytmay kelsin bizga. Ani zo'r plyonkalar bor, o'shandan bizga qilib beringlar. Tushundingizmi? Ha, shunaqa ishlash prinsipi. Shunaqa. Eng todasidan qilamiz. Eng zo'ridan. Bu yoqda mana shu suv filtrlari qilingan, ponni ishxonaga kirish podachaga qilingan bu. Har o'zini Bobur qanchada alishadi bir oydan? 2-3 oyga yetadi, 3 oy. Ponni Grubiyachiski yumshatadi degan menimcha. Shunaqa u yoqda bironchalarga alohida ketgan, u yoqda mana bitta bor ichkarida ham. Ani uli primo mana bunaqadan sepadi. Mana bu hozir cheris filtr, laboy bron bitta mana qilsa, bitta har bitta bizda 8 dan 10 ta tochka bordi. Ishlashga moslab servis standart bo'yicha ishlanadi bu yerda. Ya'ni servisda standart bo'yicha ishlanadi. Bu nima degani? Aytganda suvlargacha qarab berganman, musori chiqmasligi uchun boshqa ani sepadiganiga filtrdan qo'yadi unga ham, hamma narsasi bor. Tok svet bo'lmay qolsa ham mana bizda anaqa plyonkachilarda popkalari bor. Orqalariga ilib olib, ichida batareyaga bor, suv bor, tushunasizmi? Hamma sharoit qilib qo'yilgan. Tok ketib qolsa boshqa bo'lsa vaziyat, misol uchun hamma narsa bo'lishi mumkin. Hop, Bruni plyonkaning ko'rsa alohida zonada bo'ladi. Alohida ular ishlaydi. Mana bu yerda alohida chang yo'q. Bizda shumizolyatsiya bor edi, u yo'nalishi olib chiqib tashladik. Ya'ni 15 yillik tajribali ustalarimiz bor. Hali ham ishlaydi. Sal nariroqda joyimiz bor. 1 kilometr aloqadagi filialda shumizolyatsiyani yoqqa ko'chirib yubordik. Ko'chirganmiz. Sababi bu yerda Bruni plyonka shunaqa. Bu toza ishda o'tdi. Toza ishlar. Kir ishlar o'tdi. Endi kir ish deganda ham isqirt ish emas. Bizda shunaqa. Endi bu kuxna-da bu. Isqirt ishlar baribir u yoqda bo'ladiganlari bor. U yoqda olib chiqamiz. Tozalari mana bunaqa ishlar yuviladilar aslında bu yoqda. Ya'ni ya'ni yaxshi tushunishingiz uchun chang bo'lmaydigan ishlar bu yerda joylashgan. Hamma shunaqa. Ha, zo'r. Endi aloqadagi filialga ketdi, menimcha, yo bu yerda ko'radigan narsalarimiz bormi? Yo'q, bu yoqdan bitta tomondan bitta ko'rib o'tsa bo'lar ekan. Bo'ladi. Xo'p, bular oldin jentrlarga bir hit bo'lgan bilsangiz. To'ppa-to'g'ri. Qo'yilgan boshqa. Endi kimdir so'rab keladi, kimdir touchpad sinib ketadi, kenayimga jahl qilib bir ursalar, shu kelib qolsalar qo'yib beramiz. Shu nabodo urib qolsangiz yoki bizda nalichada bor, soatlari, startlari, asamno shu Mercedes narsalar, aksessuarlari, zapchastlarimiz alohida sikilatgan. Bolalarga ishxonaga kullerlar, toza suvlar. Hozir tushunishimcha, bu yoqqa yetib kelgan klient shumizolyatsiya qilaman desa, shu yerda qabul qilinadi. Shu yerda olib kirib ko'rsatib, nimalar qilamiz, hammasini kelishuvlarni qilamiz, ketaveradilar. Olib chiqib qo'yamiz bu yoq shumizolyatsiya. Ha. Kassa ishlari, shumizolyatsiya ishlari u yoqqa chiqib ketaveradi o'zi avtomatik. Shuni ishlarni bo'lib qo'ygan. Xudo xolos tez kunda inshaalloh Allohning izni bilan nasib qilib qolsa, hali harakatini boshlamadik, lekin niyatini qilib qo'ydik. Shularni iloji boricha bitta joyga jamlab, bitta katta nima qilish joyimiz. 3-filial. Xudo xolos. Uni ham ko'ramizmi? 4-sini. Ha, u 4-chi. 3-chimizda Xastimonga ham boramiz. Ha,
Odamlarga manimcha chiqarmikan? odamlarga qiziq bo'ladi menimcha. Kuzatib, layklarni bosib tursangiz shunaqa deyman. qarang, mana bunaqada shogirdlikdan bu darajaga yetib kelgani, nechta filial bo'lgani odamlarga qiziqda. 20 O'zidan shuncha gap gapiryapti. Instagramda ko'radi, sizni omon karillaydi, unaqa qiladi, bunaqa deb sastaranlik qo'ygan deyapsizmi? boricha ko'rsataydi. To'g'rimi? Uyga borib pullar ham ko'rsatamiz. Hazil albatta. Hop. Bu yerda Brabusda 800 qilib yuborish uchun narsalar, roket qilish uchun 900 qilinish uchun narsalar hammasi nalichada. Nimaga nalichada olib kelib qo'yganmiz? Keling. Mana shu ozimcha qurib ketdi. Dilshod, mana shu suvdan ichaylik. Bu suvni bu yerda turishini sababi, men bilasiz katta joylarda xizmat qilamiz, borib mashinalarga, boshqaga. Yaqinda ham bir rahbariyatga juda seriozli mashina keldi. Ko'p narsani ham gapirish kerak emas o'zi, ana Jahongir Ortiqxo'jayev aytadilar, jim yur. Shuning uchun borganimda ham shunaqa joylarda uje shu suvlar turibdi o'tdi. Shu xonada, mashinada bundan boshqa suv ichilmayapti-da, ularning qo'lida ham. Eng premium suv shu ekan O'zbekistonda deb ofisga klient mijozlar uchun bu yoqqa xona haroratida turadi. Ofis haroratida addini turadi, xolodilniy ham turadi, stolda ham turadi. Kim xohlaganini aytsa, aka muzda ichasizmi, ili ichasizmi, bolalar qarab. Endi joyiga yarasha sanayotgan puliga yarasha palacha bo'ladi. Ko'rdim. Ichkarida xolodilniklar qilib qo'yibsiz, ana og'zimizda tegmagan suvda ham bor ekan. Bor. Keverasiz. Dubayskiy suvlarni aytyapman, noto'g'ri tushunmanglar. Biz u narsalarni 15 yil bo'lgan tashlab yuborganmiz. Kim qanaqa tushunsa-da, endi men hishima deganim yo'q. Hazil qilaman. Meni bilgan biladi. Men hech qayerga hech kim orqasiga bekim olmayman. Masalan, meni bilgan biladi. 10 yil oldin men 2005-yil men qanaqa bolaligimni biladi. 2010-yil men qanaqa odam bo'lganligimni biladi. 2015-yil kim edim? Qayerda edim men? 2020-yil qayerda yurdim men? 2025-yil qayerdaman hozir? Meni biladi hamma atrofim. Beksa degan narsa kim qanaqa tushunsa tushunursin. Meni biladiganlar o'zi to'g'ri tushunadi. Bu motosikl ham meniki. Sotamizmi buni? Buni eng zo'r tarafi mana pastroqda Karamullo ukamning gamburger xonasi bor. Ha, kirdim. Nima edi oti? Yo'q. Donar evi. Donar evi degan danarxonasi bor, Karamullo ukamni. O'sha yoqqa bordim, qo'ydim parkovkaga, danar yedim, qaytib keldim, turibdi. Bo'ldi. Shu 6 oydan beri. Buni ko'p haydamadim buni. To'g'risi, zavat qiling endi. Sal cho'chyapti odam. Ovozini eshitaylik. Zavat qiling degan joyingiz iloji yo'q. Uning uchun og'zimni ulab qo'yish kerak. 1 oydan beri yoqmayapmiz. Yo'q, ha. O'tirib qolmaydi. O'sha 20 kun 1 oyda bir yoqib turadi. Bu M8 kapoti. Yana yashil. Ha, yashil zo'r rangda yoqadi yoki? Soat ham yashil emasmi? Yashil. O bir xil. Chiqamizmi? Bekorga emas-da. Aloqaga seziladi. Ketdi menimcha. Bu yerda kursda narsangiz tugadimi yo bormi yana? Yo'q, bo'ldi. Shu muhimi mijozlar kelgan paytda ko'ngilliga yo'l topib premium xizmat ko'rsatib beramiz. Bu Bobur mashinani tayinlaylik. Premium xizmat ko'rsatib beramiz. Bu yoqda kelishganda sifatli qilib, ko'ngilligini olib, to'layotgan puliga yarasha eng yaxshi narsalardan qilib beramiz. Yana bizda kafolati bor, qilingan ishlarga masalan Bruni plyonka qilingan bo'lsa, 1 yildan keyin kelsa u mashinani sotib olgan bo'lsa ham, kimgadir o'tib ketgan bo'lsa ham bizda ma'lumot turadi. Panirovka qilib keramika qilib berishlarigacha tekin bizda. U xizmat ko'chadan kelsa ham 5-6 milliondan kam emas. Ya'ni men keldim, Bruni plyonka qildim. Hop, ketdim, 1 oydan keyin mashinamni sotib oldim. Kim olgan bo'lsa ham, etbetini 1 yildan keyin kelsa, o'zi ishilib olsa ham? Yo'q, 1 yildan keyin kelsa, panirovka keramikasi bor, u plyonkan, o'shani tekin. Vin kodi bilan bizda bo'ladi, ochamiz. To'g'ridan to'g'ri kelib, mana buni qilib berdinglar bizga ham. Ochib ko'rsatib beramiz. Mana aka, mana kuni bo'lgan ekan, mana Dilshod aka degan odam olib kelgan ekan, mana nomerda ekan, mana kuni olib qo'ygan ekanmiz. Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi deb turib, tekshirib qilib beriladi. Ha, ketdi, keyingi filialga olib borib, sekin ko'rsating bizga. Kuzatib boringlar, qiziq bo'ladi menimcha. Zo'r ko'rsatuv qilibsiz bor-ku. Xohlasa. Biz zo'r manfaatli. Odamlarga manfaatli bo'lsa. Shunaqa bo'lsa. Ko'pchilik meni mashina sohasidan taniydi. O'zi aslida birinchi biznesimni telefon aksessuarlari biznesidan boshlaganman. Bu biznes haligacha ishlab kelyapti. Videoni o'tkazib olishga shoshilmang. Bu reklama emas. Shu sohada ishlayotgan aka-ukalarimiz uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Megastar telefon aksessuarlarini ulgurji savdosi, ya'ni optim narxlarda sizlarga yetkazib beradi. Bizda birinchi qo'l va dunyo tan olgan brendlar mavjud. Bulardan Apple, Samsung mahsulotlari, Unique brendi, Asus brendi, 7 Milliard, Vision brendlari va Kakusiga brendlari mavjud. Megastar O'zbekiston bo'ylab filiallari mavjud bo'lib, Toshkent shahrida O'rizdor, Abu Saxiy, Malika bozori va Izzadagi
katta showroomimiz. Undan tashqari Namangan shahri, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida ham mavjud. Agar siz yoki yaqinlaringiz shu sohada faoliyat olib borishsa, pastda telefon raqamlar qoldirdik. Aloqaga chiqing. Ana endi navbat aloqada kelgan, undan keyin aslamdi joyiga. Ketdi aka, bismillah. Ketdi emasa. Omon aka, bu ketayotgan joyimizda hozir sizni birinchi filialingiz bo'ladimi shunda? Ha, birinchi filialim bo'ladi. 2015-yil endi bir voqeali bo'lganda aytib beraman. 2015-yil Abdulla Aripov shoir o'tganlar bilasiz. Amerikada jonlari uzilgan, O'zbekistonga olib kelishgan, Chig'atoy bilan dafn qilishganda. Endi bu yerda qarang, har bir narsada bir hikmat, bir narsa bo'ladi-da. Dilshod o'rtog'imni amakivachchamiz Dilshod bilan tungi havos bilan. Dilshod. O'sha aloqada men birinchi ochib ishlagan joyimni Dilshod olgan o'tdi o'sha kuni. Sababi o'sha yerda endi u ishlayotgan joyini hujjati yo'qmi, bir nima muammosi bo'lganda, ya'ni imенно o'sha payt hamma kattalar kelgan boshqa bo'lganda, keyin yopishgan ishxonani chiqib bu yoqdan joyiga olgan Dilshod. O'rtog'im sabab bo'lgan, shunga ham keyin yo'q, hujjatlari hammasi joyida, ertasi kuni ko'rsatib, yana ishlab ochib ketishgan endi o'sha kun rahbariyat kelganda yopishgan. Mo'llar bir nima bo'lgan. Shu bilan kelgan aloqadagi joyi menga yetgan, omon san mashitda yurg'izgin, men labizlashib qo'ydim. Bu yerda akalar bilan hozir endi chiqib ketishga bo'lmayapti. O'zimni joyim baribir yaxshi degan. Bo'pti deganmanda, keyin chiqib gaplashib, keyin nasib bo'lib shu joy olingan aloqadagi joy. Shu Perelli Dilmurod aka birinchi diska balonlarni shu mana shu o'zi ko'pchilik qilgani bu sohani eng topga olib chiqqan odamlardan. Dilmurod aka va Nazarbek. Ko'pchilik yaxshi tanirdi u joyni. Ha, Nazarbekda akalarning joylari bor, tepada o'ng qo'lda. Perelli desa aloqada nomeradigan diska balonchilar bo'lgan. Ha. Kelgan xullas o'sha joyi men olganman. Arendaga ikkita boks bo'lgan. Olib yurg'izib endi yillar davomida bir 3 yildan keyin bu mana shu o'z-o'zani joyimizdagi aloqadagi joy ichkarisi mo'ykani ichida bitta joy chiqib qolgan, kichkinagina barra orqa tarafi bir 20 kvadrat skletga olganmiz. U sizdan olib kelardik-ku Dubaydan u payt. Skletga olganmiz, keyin bar yopilgan, bari bilan birga olganmiz. Keyin yonidagi garaj olganmiz, keyin yana yonidagi garaj olganmiz. O'tda shu zapchas yig'adigan joyimiz qilganmiz. Boshqa bo'lgan xullas shu bilan keyin sekin zahmat qilyapsiz, biroz. Shunaqa o'zbekchilik bilasiz. Keyin shu bilan shunaqa bo'lib, bu yoq tarafga ham ish boshlaganmiz, massa ko'paygandan keyin. Keyin u yoqni remont qilishadigan bo'lishgan, ya'ni birinchi joyimizni. Undan keyin bu yoqda shu mo'ykani ichidagi joyimizga, hozir kelayotgan joyimizga torlik qilganda Nurafshondagi joyimizni ham behikmat bo'lmagan Asad o'rtog'im bilan Sunulbor uchgani chiqqanimizda o'zidan Asad o'tkazdi. Chiqqan paytimizda gapdan gap chiqib masjidni rejalashtirib, "Xohlasangiz oling o'rtoq, sizga beraman, yurg'izing" degan. Bo'pti deganman, unga mana bir o'rtog'im, bunga bir o'rtog'ning yaxshisi bo'lsa yaxshi. Birinchi filialga Dilshod sababchi bo'lib qolgan, ikkinchi filialga Astagam sababchi bo'lib qo'yganlar. To'g'ri. O'rtoq degan olib remont 28 ming, 30 ming dollarga yaqin remont qilganmiz birovni joyini arendani. Menda shunaqa pozitsiya xarakter bor. Katta bitta yosh katta aka bo'lardilar, o'tib ketganlar esa bir katta lavozimda ishlaganlar, xizmatlarni qilardi, mashinada mashinalarni olib kelardilar, har xil mashinada bo'lardilar. Sulujebga boshqa shunday kesalar hamma ish tashlab ishxonada shu odamga bitkazib chiqarish kerak bo'lardi. Davlat odami tezroq ish bitirish kerak baribir-da, ular baribir. Bu yoqda hukumat ishini qiladigan odamlar, to'g'risi-da. Ha. O'shanga tez-tez ishini qilib chiqarardi. O'sha odam aytardi, ya'ni ham yosh katta, ham chisti Jaydarinskiy o'zidan akalardan edi. Ha. Mana shu Alloh taolo derdi, seni haydayotgan mashinangga qarab rizq beradi. Jeep haydasang, Jeepga yarasha beradi. Kichkina Matiz yursang, Matizga yarasha. Endi nima demoqchilar bu yerda? Endi boshqacha narsaga ham xayol anaqa bo'lishi mumkin-ku, yo'q, bu yerda demoqchilarga, ya'ni bir narsaga yaxshi investitsiya qilib, bir nima qilib oldin bu yog'ingni rivojlantirib olsang, keyin pul topib ko'rasan. Zo'r qilib olgan oldin bu yog'ingni, sharoitingni deb baribir o'gitlar kelgan, baribir hozir ham marketing yo'nalishimda ko'rasiz-ku, kim qanaqa nima bo'lyapti. Klient bilan bunaqa premium darajani biz tanladik. Klient bilan muloqot qilish uchun bitta addinni xona bo'lmasa bo'lmaydi. Sizga kelib, misol uchun 5-10 ming dollar tashab ketadigan odam bir joyda o'tirib, bir yaxshi choydan ichib, bir suhbatlashib, yaxshi bir medlenniy muzikada shu atmosfera shunaqaga to'g'irlab qilingan aurasi Nurafshondagi joyimizdan. Ofis bo'lgani baribir yaxshi, ham eslatma ham yosh ukalarimizga mana shunaqa yo'nalishda qo'yganligi. Bitta bunaqa tashkilot bo'lsa, bir sotudan uch joy kattalashyaptimi, 100 kvadratdan bitta kichkina ofis qilish kerak. Obunachilar uchun juda ham bir zo'r life hack bo'ldi. Agarda siz premium odamga yoki premium xizmat ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, albatta ofis qilishingiz shart va
o'sha yerda klientlarni, ya'ni katta akalarni kutib olish kerak bo'ladi. Shunaqa Hatto u sharoit katta aka yaxshi. bo'ladimi yoki kichkina aka bo'ladimi, qanaqa odam bo'lishidan qat'iy nazar o'sha yerda chiroyli qilib kutib olish kerak. O'shanga yarasha pul olasiz, o'shanga yarasha xizmat ko'rsatasiz. Padachi ham shunaqa bo'lishi kerak. Padachi ham shunaqa bo'lishi kerak albatta. Aytilib turibdi. Endi bizdek odam ham o'tbetga borib bir narsa shimpim yoki kastim olsam ham bundoq yechib kiyinib ko'radigan xonasi yaxshi bo'lsa, o'tirganingizda masalan nimalar bor, okalarning do'konlari, millionlar boshqalar borsiz, suv, kofe berayotgan, kofesi ham doda kofe masalanda, suvi ham bittasi 20 necha millik suvlar masalanda. Приятныйda odamga pul to'laydigan odamga приятныйda bu narsa. Shunaqa. O'z-o'ziday odamdan qiyos qilib aytolmanda. O'shaning uchun endi biz kichkina odammiz-a, mana birinchi aloqadagi joyimiz Perelin. Hozir bu remont ketyapti. Ha, bu yerda o'sha o'zligi Dilmurod akam, o'g'illari Saidimurod yaxshi bolalar. Saidimurod ham adalarni xizmat telefonni, shu bizneslarini rivojlantirib, mana shu yerda boshqatdan remontini qilib, chiroyli qilib qilishyapti. Bo'yini ko'tarishyaptimi hozir shunda yana? Ha, biz ishlagan taraf faqat servis edi. Hozir podvalini birinchi etaj, ikkinchi etaj qilib qurishyapti yani. Ha, kadrlar qo'yib yuborarsizlar bolalar mana shu joyiga. Bizani mana shu kichkinagina kulbamiz, bu yerda kichkina bo'lsa kerak. Bu bizani shu aloqadagi joyimiz. Hozir bu yerda nimaga qilganimizning sababi Qo'ros hozir moshinani olib chiqib ketgan mo'ykaga polirovka, keramika, chiski ishlari bo'ladi bu yerda, ya'ni kir ishlar. To'g'ri tushadi mo'ykaga yuvyapti. Mana hozir bu yoqdan yana olib kirib, yana davom ettiradi. Shunga maxsus qilingan bo'ladi. Ya'ni o'tda broneplyonka qilinganligi sababli bu yerda kirishlar qilinadi. Ya'ni shunaqa chang-pangli boshqa shunaqa kir narsalar bo'ladi. Yo'q, toza ishlar bo'ladi. Broneplyonkaga chang tushib qolmasligi kerak. Endi u yoqda standart bo'yicha yopiq joyda qilinadi, maksimal darajada shunaqa qilingan. Bu yoqda shu 3 ta yo'nalish bu yoqda bo'ladi. Chiski, polirovka, keramika yo'nalishli. Bu yana yaxshi tarafi miyatinachimiz bor. Mana bu yoqda yonimizda. Masalan, polirovkadan keyin miyatinalar ko'rinib qoladi, bilasiz-ku. Ana shu payt miyatinani terib, chiqarib, chiroyli qilib nima qilib yuboriladi. Omon aka, bu bamferlar nimaga bular? Bamferlar bizning zapchast yo'nalishimizda ham bor-ku. Bu yerda Dore Stalinlar, katta ehtimol bilan ko'plari. Dore Stalin bo'lganda ham qarang, Dilshodbek, mana X5 2024 Restalinniki-da bu. Competition qilganda yechganmiz buni. Original rangi bilan. Agar hozir Dubaydan olib keltiraman desalar, masalan, iminni bo'laydi, yangichalik qimmatroq chiqadi. Bizda o'sha Dubaydagi narxini почти teng yarmiga nalichada rangi bilan qo'yib bera olamiz. Sizda agarda eski inovarka bo'ladigan bo'lsa, Nobodoga so'rab ko'ring, aloqaga chiqib ko'ring, bamferlar yoki shunga o'xshagan zapchastlar. O'z zapchastdan o'zi hammasi sizda-ku, to'g'rimi? Shunaqa o'sha inovarkalarni. BYDlar chiqqandan ham boshida qildi, originalni, Monzalar boshqa qildi. Bekzod o'rtog'imiz ham video qo'yib berdi, shu bo'yicha. Keyin qarasam, mana bunaqa liliyga chiqib ketdi. Buni ko'pchilik zapchastchi o'rtoqlarimiz ham bilishadi, qarang. Original bor, kopiya bor, yaxshi kopiya bor, keyin bundaroq kopiya bor, keyin chisi dublikat musori bor-da, tushunasizmi? Ani dublikatda, 3-dublikatni ham olib, originalli korobkasini chiqartirib, haligindek nakleykani bunga yopishtirib, $200 narsani $650 sotish menga emas-ku. Bo'ldi shunaqa narsalar. Kimdirligini aytmayman. Bor, hozir shaharda shunaqa fotografiyalar bor. Toshkentda shu ishni qilishyapti. Shuning uchun men keyin qarasam, masalan, Monzani masalan mendan 380, $450 ga hech kim bitta farasini olmaydi-da, o'zi 16 milli mashina, ochiq gapda. $450 ga fara olmaydi. Menda bor, lekin original rostikasim o'ziniki. U $180 ga ham bor-da. Tushunasizmi? Keyin qarasam, mani bu yo'nalishni oladigan bo'lsam, bitta originalni o'ziga normalniy summa, dublikatga normalniy, menimcha deyishyapti desa, bor bizda ham. Mana bunaqa deb turib sotish uchun, mijoz ushlab qolish uchun o'sha отдельный liliyga qilib turib, masalan, bitta originalni o'zi misol uchun $10,000 tikilsa yo $100,000 tikilsa, undan o'sha 4 ta qilishingizga to'g'ri kelib qolyapti-da. Tushunasizmi? 4 xil variant qilib qo'yish kerak bo'lib qolyapti. Keyin qarasam bo'lmayapti. Tinchgina dedim, o'zim Mercedesim bilan BMW-larim tinchagan edim, o'shanga hozir. O'zi BMW cho'kib ketdingiz o'zi. Bu yoqda Hyundai Sonata'ni bamperi Sportline, ya'ni N-line 3,5 metrlikda chiqqani. Bu ham bor bizda. O'zini Radnoy ham bor. Mana buni yechgan paytimizda bunaqa qo'yib berishga, mana rangi bilan bor. Ko'p narsalar rangi bilan original narsaga ko'proq urg'u beryapman. Nimagaki, ya'ni bitta narsa original narsani kim so'raydi? Qo'pol qilib aytganda puli bor odam so'raydi, to'g'risi. Originali bormi? Bor. Oke, rangi bilan bor deb turib, keyin siz ham yaxshi narxga sota olasiz. Zo'r. Shunaqa oke. Xo'p, bu joyi asosiy vazifalarni tushunib, bu joyi asosiy vazifasini tushunib oldik. Ana endi qayerga boramiz?
Xastamomli joyimizga boramiz. Bu joyi u yoqda bo'lganda ishlayotganda olgan paytimda mana shu Azamat ukam turgan joyda mana siz bilan turgan joyda mana shunday joyi edi, tushundingizmi? Mana eshik bo'lardi, mana shunday joyi edi. Sidenalarni taxlardim, polkalar bo'lardi. Polkaga qo'yib, mana bu yerdan olib kirib chiqib iskalat qirardi. Keyin bu yoqni oldi aytgandek biz anaqa bo'lib, keyin rivojlanib. Zahvat masjidda bo'lganda, masjid joyi to'g'risida gaplashdi boya kelayotganimizda. Jinoyat joyi shu. Ketdim Xastamonga. Boramiz. Bolalarni olib kirib boshlasin. Shuni hisobiga xudo xolasa. Bu yerda o'zi ishlaydigan akamning o'g'li bor, Shahzod, o'zimning katta akamning o'g'li. U ham katta bola bo'lib qoldi, uylanadigan bo'lib. Hop, u ishlaydi, chiski yo'nalishini boshlig'i. Keyin bu yerga o'zi aslida qaragan Smatrashi Sarvar hozir ketgan, 30-dekabr bo'lganiga viloyatli do'stimiz taxminan Toshkentda 10 yildan beri ishlaydi. 8 yildan beri mana shu sferada, bizda plus-minus 5 yildan beri birga. Yaxshi ishini ustasi. Viloyatdan bo'ladimi, vodiydan bo'ladimi, farqi yo'q. Professional bo'lsin, ishini ustasi bo'lsin, muomalasi bo'lsin, farqi yo'q. Bo'ldi deb ish qilib, cho'tki qilib bersin, klient oldi bizani uyaltirmasin. To'g'risi bir xil viloyatli bolalar ekan, bu unaqa narsa yo'q bizda. Kesin qayerdan bo'lsa ham kesin, sanamayam-da, masalan, o'z Sarvar ham Surxondaryodan, Qarshidan kelamiz, Qashqardan, Qoraqalpoqdan. Yo'q, Qoraqalpoq emas. Deyarli Qoraqalpoqdan 95 nomeri. Lekin Qoraqalpoqga ozgina yetib bormayman dedi. Qachon yetib olasan desam, kecha ketayotganda ketdim shu bilan ertaga yetib olaman-da. Yaxshi yetib olib, yaxshi kelib ishlarni boshlaymiz. Ketamiz endi. Zo'r narsa aytdilar, menga juda ham yoqdi. Millatchilik anaqa, mani qilmaymiz. Farqi yo'q. Odam bo'lsa, qo'l oyoq ishlasa, dod ish qilib bersa bo'ldi. Ishini yaxshi ko'rsa, bo'ldi. Shunaqa. Qanoatga ketdik. To'g'risi, hozirgi o'sayotgan ukalarimiz bizani keldingmi yangi filiallarga? Keldik mana yangi joylarimiz. Maşalloh. Men kelganingizda bolalar kutib oladi, mana bunaqa ko'ryapsizmi? Keling, okeyin o'ngga olib kirasiz, chapga olib kirasiz deydi. Muhammad Yusuf o'zimning ukam, baraka topsin. Bundoq qo'yib, mashinani tushirishgan. Mana bu yerda bu bolalar bu yoqqa JLS'larni ham taxlab qo'yishdi. Katta bolalarning mashinalari. Qani tushamiz endi. Bizani bu Dilshod Xastamomli joyimiz, shundoq. Zo'r bo'ldi. Xayrli bo'lsin. Sivilizatsiya markazining yonida. Hozir tashqariga ham chiqamiz. Va alaykum assalom. Muhammad yaxshimisiz? Xayrli, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xayrli do'stimiz Mo'ykaga qaraydi, upravlashi, 10 yurus, o'zlari shu yerdalar, rulik qiladilar. Muhammad ukam biletga qaraydi, hammasi o'zlarikilar, begonasi yo'q bu yerda. Zo'r. Baraka toping. O'xshayaptimi? Bosinglar gazni. Mana bu yoqda Dilshod Bey JLS bolalar olib qolishdi bu yoqda. Hop, menimcha bo'lingan, birizgaviy ular qilib bo'lingan. Bu yoqda mana Li9 olib qolingan edi. Buni ham bu yoq ishxonamizni asosiy elektromobillarga yo'naltirganmiz. Plyonkalarni ham ko'ring mana. Ya'ni nimaga elektromobillarga, shularga mos qilib qilingan, hamma qilinadigan ishlari. Zaradkasi, boshqa zaradga qilinayotgandan ham qo'yib turishlarga mana shunaqa sharoit qilingan. To'liq holatda bu ham Bruni plyonkasi bo'lgan, korreksiyalarni qilib bolalar bitirishyapti. Zo'r. Xudo yaxshi chiqdimi joyi? Joy zo'r bo'libdi. Juda ochilganda keldingiz-ku? Ha, juda premialniy bo'libdi. Bu ham statistika qiladigan qilib, hamma instrumentlar bormi, hammasini aytib o'tgandek, hamma joyimizda mana kelib qarasa bo'ladi. Mana shu bitta narsa ko'rsatib berasizmi? Ha. Mana shu ko'zim tushib qoldi. Boya siz gapirgan menimcha plyonka mana shu. Ha. Thompson. Bu ham Bleski zo'r, rosa cho'tki, bu budjetniy variantida. Masalan, bu joyimizda o'zi aslida elektromobillar bo'lgani uchun endi segment maksimum hozirgi kunda Li9 $70 ming nari berasiz-ku. Bularga masalan bir xillarga premium narxini aytadigan bo'lsa, mashinadan bu ursin qimmatdan deyshadi. Keyin o'sha narxida sirasi farq o'ynaydi. $400 gacha raisasi bor deb bu plyonka. Aytsa, bunga ham garantiyasi bir xil, Bleski ham yaxshi. Sifatida mana shu 10-15 mikron farq qilmasa, lekin zo'r plyonka bu ham. Ikkinchisi, 3-lineykasi ham bor. Eng premium mana shu Thompson Premium eng zo'ri shu o'zi. Eng zo'ri ham tegidiga premium. Buni nima qo'yib qo'yganmiz? Ichida to'la bularni ishlatilmagan bunda, mana bular ishlatilgani, taklif beramiz klientga. Mana bunisi ustun, mana bunisi bessin, nima deysiz? O'zingiz nima deysiz? Kelishamizda, ukam mana bunisini qilib beravering, baribir haydasa 1 yil haydaymiz, boshqa deydi. Yana qulay tarafi bizda 1 yil haydaydimi, 10 yil haydaydimi, bizda nimada ba'zida turadi. Bu odamning telefon nomeri, masalan Dilshod olib kelgan bo'lsa, mana telefon nomerida, mana kuni kelgan Li9 olib kelgan, mana bunaqa qilingan. Kimgadir sotib yuborsangiz ham, ukangizga berib yuborsangiz ham, qo'shningiz olsa ham, men omonni qildirganman siz 1 yildan keyin kelsa bizda polirovka qilib keramikasini, plyonkani surib berish xizmati, ya'ni keramikani surib berish xizmati ham tekin. Plyonkani ustidan keramika xizmati. 1 yildan kelgan. Bizda shunday yopishtirding, ketding emas, mana nimaga qimmat, mana nimaga sifat.
Mana nimaga bizga odamlar 300 minglab, 500 ming, 700 minglik dollarlik mashinalarni shu an topshiradi? Ishonchli bo'lgan nima korxona bo'lgani uchun. Shu Zo'r. Nima ko'rsatmoqchi edingiz? Maqtanib tashyapman. Ha. Mercedes-Benz GLS 580 Fullmatic bu mashina. Bu ham tayyor bo'lgan, xudo xolasa. Biz anaqalarni bron bo'pti bu ham. Ha, poliklarni hozir bolalar kutyapti. Aytib o'tgandek, har bir joylarimizda ham sharoitlar qilingan, suvga ishlashga qulaylik qilib, Filtr. suv ketishi, suv filtrlari обязательно bu joyda bo'lmasa bo'lmaydi. Aytib o'tgandek, hammasi o'sha qoidasiga qilingan. Chochon ham biz ham. Zo'r. Yo'llarni ko'rsatasizmi, mo'ykalarni? Ha, tashqarida bitta chiqamiz, ketdi ko'chaga chiqib, mo'ykani bitta ko'raylik, Mo'ykani bitta ko'raylik. Birinchi mo'ykani ko'ramiz. Mana mo'ykada ham bizni ochib bu yerda yurg'izishni boshlaganimizdan beri qo'pol qilib aytganda oddiy mashinani o'zi kirmayapti Dilshodbek. Nimagaki odamlar bildi o'zi Katta bolalar mashinasi turibdi. ishlatyapti. Mashinani qarang mana. Usomani mashinasi emasmi bu? O'sha. Usomanikimi? O'sha. Nomerdan qaradimda, og'ayni kelib qolibsiz, Krimno ofislarga shu yerda bo'laman o'zim. Xo'p, hamma joy standart bo'yicha qilingan bu yerda. Mo'ykamiz mana ko'rasiz, hammasi privozno olib keltirilib, mana stoykalarda havo tortadiganlari bor. Bu yerda anaqa vlajist bo'lib qolmaydi yoz kunida ham. Qish kunida palovoylar bor. Tushunasizmi? Hammasi standart bo'yicha cho'tki qilingan. Mana bu yerda kompyuter diagnostika bo'yicha elektromobillarga moslashgan bu joyimiz. Shuning uchun nima bo'ladi bu yerda? Diagnostikachi oldi keladi, bu yerda. Kompyuterchi bolalarimiz bor, ha bu yerga chiqib ketgan. Ha, o'zi bor. Ha, o'zi bor shu yerda bor. Yana nima xizmat ko'rsatadi bu yerda? Hop, bronni bildi, plyonkani bildi, diagnostikani bildi, mo'ykani bildi. Hozircha bitta zo'r joy bor, bu yerda faqat uni tepaga bitta chiqamizda, qaytib tushganini ko'rsataman. Zo'r joy bor. Ketdi tepaga chiqamiz. Omon aka, bu tepada Superme luxury car wash turibdi, tuning for cars. Aytganimda yurib gapirib bera qoling. Ha, yuring ketdim. Aytganimda bu yerda akalarim bilan qilganmiz bu joylarni. Ha. Bizani o'zimizga bu og'irlar ham qiladi, qo'limiz ham buni hali bu darajaga kelmaganmiz. Bu juda katta joy, bir deyarli 11 sotuvga. O'zbekistonga Salvatini va Deners brendlarini birinchilardan bo'lib olib kirgan okalarning magaziniga keldim. Bilasizlar, doim klassika kiyimda yuraman. Mana bu tambalining tepapasini kiygandan keyin o'zimni juda ham yengil va juda ham qulay his qildim. Qalay o'zi, yarashibdimi? Undan tashqari Galotti, Trammarosso, Valentino, Henderson va shunga o'xshagan italyanskiy brendlarga o'tib ketishibdi. Menga o'xshab Italiya brendlarini yaxshi ko'radigan okalarimiz uchun telefon raqamlar qoldirdik. Manzil General Uzoqov 6. Signalni o'chirib kelish o'zi bo'lmadi. To'xtamay signal chaldi, bro. Xullas aytib o'tgandek, bir 11 sotuv joyga tushgan. Bizga xalqqa qulaylik qilingani bu yoqda mana mashinada kelasiz, pastga tushasiz, mo'ykamiz bor. Ana boya joyini ko'rsatamiz. Mo'yka, servis kirgandan keyin korzinkaga ichkaridan tepaga chiqishga sharoit qilingan. Bu yoqdan bitta lift bor. Lift orqali tepaga chiqamiz. Korzinkaga chiqib bozor qilib tushsa ham bo'ladi. Mo'ykaning ichidan ham lift bor. Qulaylik qilingan. Bu yoqda elektromobillarga zaryadkalar qo'yilgan. Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ya'ni tashabbuslari bilan maxsus qilingan joylar bular. Bu ko'chamizni mana ko'ryapsiz, qarang mana. Shom, Bag'dod, bu yoq boshida Samarqand bor, adashmasam Buxoromi, Samarqand bilan tugagan. Makka bor, Quddus bor, Asobini mana shunaqa qilingan. Hop, ana kuni Zafar Hoshimov ham o'zlari aytdilar, korzinka asoschisi akamiz. Bunaqa korzinka ham bitta bo'ldi. Eng zo'ri, eng yaxshi lokatsiyadasi remontlari bilan ichlari bo'ldi, milliy qilingan. Milliycha? Ha, o'zlari kelib ochilishda bo'ldilar, o'z hamma korzinkaga keladilar. Ochilishda, lekin bunda boshqacha o'tdi. Karnet sunnilar bilan mana bitta juda yaxshi bo'ldi. O'shanga mana bunaqa yo'llar qilingan. Qulay xullas. Masalan, kechqurun kelgan paytda bu yoqda mo'ykamizdan boshqa pastki xizmatlardan foydalanib, bozorlarni qilib, uydilar bilan er-xotin ham aylanib, ko'rasizmi, odamlar yurish uchun qulay sharoitlar qilingan. Erta bahorda, juda chiroyli joy bo'libdi. Erta bahorda cho'tki bo'ladi. Orqali kadrlarni bitta olib qo'ysanglar bor. Men ko'rib maza qilaman. Kadrlarga qo'yib bor bu joylarni. Chisti milliy qilingan hammasi. Zo'r, yaxshi bo'ldi, bir kerak edi bizga. Ularni qarang, 3D qilib chiqarib gap yo'q. Hammasini. Yozuvlardan odam maza qilyapti. Makka, Madina, Samarqand. Shunaqa. Juda ham chiroyli joy bo'libdi. Shunaqa bo'ldi. Uyinglarni olib keling, yakshanba kunlari. 3Dni qarang, mana 3Dni qarang, do'da. Hammasi qo'l mehnatda qilindi bular. Ishlab qo'yibdi, legina. Bitta ozmuncha odam ishlamadi, baraka topsin. 24/7 bu yerdaga nima xodimlar, amalarni qarang qilinganmi?
bittani qulupdan olib kelib ilib qo'yish kerak. eski. Bag'dod eshigi deb nomlanadi. 1850-yilda. Qarang 1850-yilda nima ekan, eshik olib kelib qo'yilgan bu yoqqa. Shu qadi bekorga bu chirib mandaqa bo'lib turmayapti-da. Hammasini o'zini bir tarixi, bir hikmati bor. Betliga aytolman, davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan qilindi bu joylar gapirilgan. Juda bir esdalik narsa bo'ldi. Yosh avlod uchun ham juda doda bo'ldi bu joylar hammasi. 24/7 ishlashga ehtiyot bo'l. Endi mana bu yerda hozir bizda ikkita liftimiz bor-da, ichkaridan tepaga chiqadigan. Mo'ykadan ham chiqsa bo'ladi, yo'ldan ham chiqsa bo'ladi. Ko'rsatamiz. Korzinkadan ham chiqsa bo'ladi. Bo'ladi. Keyin tepada mana qarang. Korzinka bo'lsa, keyin ikkinchi etaji buni magazin, uchinchi etaji ham magazinda, to'rtinchi etajida yarmi terrasali, yarmi yopiqli restoranga joy bor. Hozir yaxshi restoratorlar bilan tender ketyapti. Agar kelishib qoladigan bo'lsa, bitta yaxshi restoran ochamiz shu yerga ham. Tepada mana bu joylari. Terrasali joyini ko'ryapsizmi? 6 sotuv terrasi bor. 5-6 sotuv atrofi. 5 sotuvchi yopiq joy bor mana. Mabodo fast foodlarga berish niyati yo'q? Yo'q, fast food emas. Bizga shu nomi chiqqan yaxshi, ham milliy, turetskiy, aralash qiladigan yaxshi restoranlar bo'lsa, ochsa birdan yurib ketadi. Ham mamlakatga kelgan turistlar ovqatdan qiynalmaydigan variant deb o'zi bizlarni aytadi, bir tanishimiz aytadi-da, bir yaqinimiz bor. O'zbekistonda deydi, qatiga borsa deydi, Liboy oshxonaga nima sotadigan ovqatxonaga kirsa, kallada mazasi bor, shunaqa deydi. Ularda ham ana kuni asatam aytayapti. Bizda deydi, nimadir qaysi joyga bordim, yaqin qo'shni davlat debdi. Yaxshi nimadir yeyish uchun qaqqadir borib keldik dedi, tushunyapsizmi? Shuning endi kulminatsion joyiga keldik. Mana tushgan paytda qarang. Tushdingiz, mashinani mo'ykaga berdingiz. Mo'ykaga berdim. Dam olishga bu yerda o'rtoqlar bilan zo'r joy bor, ko'rsataman, sauna emas, boshqa narsa. To'g'rida liftimiz bor mo'ykaga kelgan mijozlar uchun. O'tdan ham chiqib ketaverishadi. Yana bitta narsa, qani kiring. Bismillah. Haqiqiy mana o'g'il bolalarning joyi bo'lgan. Kiylarni qataqlab qo'yish. Hammasi premium kiylar, bu yerda qilingan narsalar. Hidlari ham. Bu yerda mana boya aytgandek Muhammad ukam qaraydi bu yoqqa. Hammasi привозной yaxshi narsalar bilan, misol uchun bir 4 so'm tursa bilet masalan 5 so'mga yaxshiroq qilinib, mana bunisi masalan 3 so'm tursa 5 so'mga yaxshiroq qilinib. Bilet toshlari 100-150 atrof turar ekan, bu ham mana $600 toshlar. Yaxshi toshlar. Hamma narsa bor. Keyin qarang, mana bu yoqqa kirgan paytingizda ko'chaga chiqib yurmaysiz, Korzinkaga tepaga mana. Pastdan bizdan zina ham bor. Bu yerdan ham lift bor yana. Liftdan zina ham. Shunaqa tepaga chiqishga hamma sharoit qilingan. Qoyilman. Bitta odam yo'qmi? Bitta kiramiz, ketdim. Bitta bilet toshini yasaverarsan. Men bilaman. Voy. Ham bular shahmini zo'ri bor, ichkarida ko'rsataman sizga, yuring. Ketdim. Mana bu anaqalar ham, divarlar ham boshqacha bo'pti, atmosferasi lekin. Shunaqa, o'shani aytganimdek, luxury bo'pti. Luxury joy qilingan, sal qimmatroq, ya'ni boshqa biletxonalardan qimmat, to'g'ri. Lekin shunga yarasha ish qilingan. Nimagaki, shu hammaki olib kelingan narsalar, qilingan narsalar mana bu yerda shaxmat chashkaga qulay sharoitlar qilingan, toshlari ham bor. Bu yerdan nozu akalaringiz olib keladigan bo'lsangiz, uyalib qolmaysizlar, sho'rlik. Shunaqa joy bo'pti. Shunaqa, bu mana televizorimiz bor, sal kichik aytadi, ana. Sal kattasini 10-15 ming olamiz deydi. Kattagina televizor nechtalik bu? 70 talikmi? Nechta xullas. Aytib o'tganimda o'rtoqlar bilan kelasiz, telefon qilasiz. Mana Muhammadning nomeri bor. Telefon qilib, ukam kelyapman deysiz, joy zayn qilib qo'yadi. Yarim soatgacha zayn qiladi. Ya'ni ana 1 soatlab buni odam bo'lib qolishi mumkin baribir. Ko'pchilik kelyapti, shu bildim ham atrofda bolalar ham. Kelib mazza qilib o'rtoqlar bilan o'tirib, yeb ichib, osh-ovqatingizni chaqirtirib, shu yerga dam olib o'tirib, pulni to'lab ketadigan joy bo'lganda. Zo'r joy bo'pti. Divarlari ham bir boshqacha, qanaqadir. O'rgandingizmi? O'rganolmas sekin-sekin. Shu burchaga yursa yoqqa tushadi deyishardi. Deyishardi. Mayli. Bitta harakat qilib ko'ramiz. Rahmat. Amalladim-da. Atya durak bo'lsa tushib qolar. Men yoshligimdan dublet yaxshi ko'raman. Haj qoyilman. Voy tushib ketdi. Ketdi ko'ramiz. Zo'r. Juda ham chiroyli bo'pti. Kelganda o'rtoqlar bilan mazza qilib o'tiradigan. Endi qo'ldan kelgancha qildi sharoit. 4 ta dona stolimiz bor o'zi. Oilasi taqdir qiladi. Ketdi. O'z 4 ta dona stolimiz bor. Bitta VIP xonamiz bor, 3 ta betda. Kelib turishdi odamlar. Kelib betdan ichkilik, pichkilik, qimor, unaqa narsalar yo'q.
bunaqa narsalarga akamni o'zi ham qarshi. Puldan o'ynab nimadir bo'ladigan bo'lsa, ming bor uzr o'rtoqlar. Salomat bo'linglar. Sal yanashibsizlar. Men adresda deb yana chiqarib yuborishligi ham mumkin. Endi qimorga hozir hamma ommatan qarshi bo'lyapti. Albatta. Ko'rasiz, nechta bolalar juvon nima bo'lib Juvon nima bo'lib ketyapti. Siz bilan bizni tengi bolalar nima bo'lib ketyapti, o'rtoq? Shunaqa. Ular shunaqa gaplar. Hamma bilan. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib tanishtirib chiqdim Dilshodbek. Joni sog' bo'lsin. Dilshodbekni kuzatuvchilari, bizning obunachilarimiz yaqinlar, ko'rdinglar joylarni, kelavringlar. Hamma joyda o'zlarini ukalarimiz bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mo'ykalarimiz iloji boricha xalqqa manfaatli bo'ladigan narsalarni ustida akalarimiz bilan ularni qanotligi ostida harakat qilib kelamiz. Joni sog' bo'lsin. Kattakon rahmat sizga. Shuncha vaqtingizni ajratib, hammasini ko'rsatib berganingiz uchun. Shunaqa. Menimcha sizlarga ham juda ham manfaatli bo'ldi degan umiddamiz, Xudo xolisa. Keyingi sonlarda qaysi avtotuning yoki qaysi tuningchini, qaysi avtoservisda ko'rsatishimizni xohlaysizlar? Kommentariyaga yozib keting. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like qo'yib, obuna knopkasini bosib qo'ying. Bundan ham qizuvlarni Xudo xolisa chiqaramiz. Xudo xolisa. Xudo xolisa birgalikda. Yangi servislarni ochganingizda yana kelamiz. Uni aytmay turing endi. Xudo xolisa. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Rahmat.